Xitoy bilan qandaq munosabat olib berish masalasida Amerika bilan Yevropa orasida zo'r farq shakllangan. Davon to'g'rida e'lon qilingan Fransiya bilan Xitoyning uchrashishi Yevropa bilan Amerika o'rtasidagi ixtilofni ko'rsatdi nomli maqolada ko'rsatilishicha, Joe Biden hukumati va Amerika Davlat Majlisi a'zolari Xitoyning mustabidligini asos qilgan yangi dunyo modeli shakllantirishiga qarshi chiqayotgan vaziyatda Yevropa rahbarlari Xitoy bilan texmo yaqin munosabat o'rnatish ko'yiga tushgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning bu qatimliq Xitoy ziyorati Germaniya bosh ministri Olaf Scholzning o'tgan yilning oxirida elib borgan Xitoy ziyoratiga o'xshashla g'ulg'ula qo'zg'agan bir ziyorat bo'lgan. Mayli Scholz yoki Macron bo'lsin, Yevropa rahbarlarining savdo vakillaridan boshlab Xitoyni ziyorat qilishi va bildirgan ifodalari Amerika bilan Yevropaning Xitoy siyosatida Xitoydan keladigan xatar va manfaatga bo'lgan tushunchisida zo'r ixtilof borligini ko'rsatgan. Emmanuel Macronning Xitoydagi bu 3 kunlik ziyorati Xitoy hukumati Amerika Avam palata raisi Kevin McCarthy bilan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning ko'rishishiga qarshi ogohlantirish berayotgan vaqtga to'g'ri kelgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoyga ziyoratga berishdan avval Amerika prezidenti Joe Biden bilan telefonlashib, Xitoyni Ukrainadagi urushni to'xtatishga qoyil qilish masalasini muzokiralashgan. Halbuki u Xitoyga berib, Ukrainadagi urushni to'xtatish uchun Xitoy bilan texmo yaqin munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan. Fransiya prezidenti Macronning Xitoydan qaytganda muxbirlarga bergan javobi, ya'ni Yevropa Amerikaga bo'lgan beqindilikni azaytib, Amerika bilan Tayvanning Tayvan masalasidagi to'qnashuviga kirib qilishdan saqlanishi kerak degan so'zi taratqularda cho'ng g'ulg'ula qo'zg'agan. 4-oyning 10-kuni Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio Twitterga yo'llagan videosida Fransiya prezidenti Macronning Xitoy ziyoratidan keyin qilgan gaplariga inkos qaytarib mundaq degan. So if they're going to break off on their own and follow Macron's lead, that's going to save us a lot of money. Agar Yevropaliklar Macronni ulgi qilib, bizdan ayrilmoqchi bo'lsa, biz mo nurg'un pulni tejab qolamiz. Macronning o'ziga aloqasiz to'qnashishga kirmaslik to'g'risidagi gapiga kelsak, Yevropadan shuni so'rashimiz lozim. Macron Yevropaga vakolatdan gap qilyapti. Chunki biz hozir Ukraina urushiga kirib qoldik. Biz Amerikadagi bosh turguvchilarning nurg'un pullarini bu bir maydon Yevropa urushiga sarf qildik. Men buni qo'llayman. Chunki ittifoqdoshlarimiz bilan bir set turishimiz Amerikaning manfaatiga uyg'un keladi. Agar Macron rostilla Yevropaga vakolatdan gap qilayotgan bo'lsa, Tayvan masalasida Amerika tarafdimi yoki Xitoy tarafdimi turmasa, biz mo hech qaysi tarafda turmasligimiz kerak. Bu chaqda balkim butun diqqatimizni Tayvanga va Xitoy tahdidiga markazlashtiramiz. Sizlar mo Ukraina bilan Yevropaning ishini bir taraf qilinglar. Shunga biz Macronning faqat o'ziga yoki Yevropaga vakolatdan gap qilayotganligini oydinlashtirishimiz kerak. So we need to find out, does Macron speak for Macron or does Macron speak for Europe? Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi xalqaro tartib va xavfsizlik mutaxassisi Raymond Ko Macronning muxbirlarga qilgan so'ziga baho berib, mundaq dedi. Macron doesn't really speak for all of Europe, given his domestic standing. Macron butkul Yevropaga vakillik qilolmaydi. Garchi u Fransiyaning prezidenti bo'lsa-mu, uning nufuzi va o'rnini hisobga olganda Fransiyaga qanchalik vakillik qilaydiganligiga bir narsa deyilib bo'lmaydi. Macronning bu qatimliq alohida ziyoratidan shuni ko'rish mumkinki, bu faqat Macronga xos ziyorat. U hargiz cho'ng vaziyatga vakillik qilolmaydi. Meningcha Yevropaga ko'ra cho'ng vaziyat Xitoydan yiroqlashib, Amerikaga yaqinlashish. In fact, I think the broader trend in Europe is to go away from China and more towards the United States. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang Macronning Xitoyga xo'sh yoqadigan gaplarini tahlil qilib mundaq deydi. European leaders like France's Emmanuel Macron like to talk about their autonomy from Washington and their ability to defy America. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga o'xshash Yevropa rahbarlari o'zlarining Amerikadan ayrim ekanligi va uningga bo'ysunmaydiganliklarini so'zlashga amroq. Biroq o'zlarini mudofaa qilishga pul chiqardiganda Amerikadan ayrila olmaydi. Rossiyaning Ukraina qilgan hujumi Yevropadagi ko'p qism davlatlarning katavashlarini Amerikaning yendi turishi kerakligi haqida eskartdi. Yevropa davlatlari Xitoydagi savdo fursatini ko'rdi. Mana bu ularning rahbarlarining onda-sonda Xitoyga qatirishidagi bir sababdir. Which is the reason, pure and simple, that their leaders regularly trek to Beijing. 9 aprel kuni siyosatchi Tory maqola e'lon qilib, Macronning Amerikadan ayrim yo'l tutish ideyasining Xitoyga foydali ekanligi, ya'ni Xitoyning Amerika bilan Yevropani ayirib o'tish strategiyasiga dal mos keladiganligini tahlil qilgan. Hozir Amerika bilan Xitoy munosabatida raqobat birinchi o'rinda, hamkorlik ikkinchi o'rinda turgan bo'lsa, Yevropa bilan Xitoy munosabatida hamkorlik bo'libmi iqtisodiy hamkorlik birinchi o'rinda turdi ekan. Amerika Xitoyning Ukrainaga qurol ta'minlayotganligini ayblab, Xitoyni ogohlantirib kelayotgan ahvolda
Makronning Amerikaga ergashmaslik, Tayvanning ishiga aralashmaslik haqidagi gaplari Xitoyni xushalik qiladigan va uning manfaatiga uyg'un keladigan ish ekan. Makron Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinping bilan ko'rishganda, Shi Jinping har qanday davlatning Tayvan masalasida Xitoyga ta'sir ko'rsatilmaydiganligini bildirgan. Makronmo muxbirlarga qilgan so'zida Yevropaliklar Ukraina krizisini hal qila olmadi. Bu ahvolda biz qandoqmi Xitoyga diqqat qil, agar xatolashsang biz shu yerda bo'lamiz deyalaymiz. Agar to'qinishni ulg'aytimiz desanglar, berib shunday qilinglar degan. Yevropa rahbarlarining Xitoyni ziyorat qilishi va bildirgan ifodalari Yevropa ellarining haqiqatan Amerikadan yiroqlashib, Xitoyga yaqinlashayotganligining alomatimi? Dr. Raymond Ko bunga javoban mundaq deydi. Macron can talk about strategic autonomy or the need for a European defense force. The problem is Europe doesn't really show much of an appetite for it. Makron strategiyalik mustaqillik yoki Yevropa mudofaa armiyasi qurishning zarurligi haqida gap qila oladi. Ammo Yevropaning uningga qiziqqanligini ko'rmadik. Agar Fransiya uningga boshchilik qilaman desa, Yevropa uning qanchalik ish oshirganligini bilmaydi, ham ansiraydi. Amerika Yevropaning ishiga oldida yuz berayotgan Ukraina urushiga qurol yordami beryapti. Ammo Yevropaliklar buningga sal qarayotdi. Xitoyning rasmiy yoki g'ayri-rasmiy shaklda Rossiya tarafida turishi uning Yevropadagi inovatini tushirdi. Shunga men Makronning Xitoy ziyoratini Amerikadan yiroqlashib, Xitoyga yaqinlashish deb qarmayman. So I don't really see, Macron's visit as indicating a broader European shift away from the United States and towards China. Dr. Raymond Ko'ning qarashicha, Yevropa rahbarlarining Xitoyni ziyorat qilishidagi eng muhim maqsad iqtisodiy munosabatni jonlantirish. O'tgan yil Germaniya bosh ministri Olaf Scholzning 12 savdo korxonachini, bu qatim Makronning 50 savdogarni Xitoyga boshlab kelishida son jihatdan farq bo'lsa-mu, umumiy nishoni Xitoy bilan savdo qilish. Yevropa Komissiyonining raisi Ursula von der Leyen xonimning bu qatim Xitoyga ziyoratga kelishidagi eng muhim sababning birisi-mu Xitoy bilan bo'ladigan iqtisodiy munosabat. Dr. Raymond Ko mundaq deydi. In terms of economic engagement, I'm not sure how much the results. İqtisodiy munosabatni desak, buning Fransiya hatto butun Yevropa uchun qanchalik iqtisodiy unum beradiganligiga bir narsa degili bo'lmaydi. Shunga biz Yevropani bu bir yil ichida Amerikadan Xitoyga egib ketadi deya olmaymiz. Towards China away from the United States. Amerikadagi siyosiy analizchi Anders Kor Yevropa rahbarlarining Xitoydan yordam olmaydiganligini bildirib, mundaq deydi. Yevropa rahbarlari hozir oldi bilan Rossiyadan qo'llanishni ko'zlayotdi. Chunki Rossiyaning tajovuzchiligi Yevropa uchun bevosita tahdid. Ular savdo orqali Xitoyga ta'sir ko'rsatib, Rossiyaga qarshi turishda Xitoydan yordam olishni hamda bu jarayonda iqtisodiy manfaat olishni umid qilyotdi. Ammo bu strategiya cho'qim mag'lub bo'ladi va oqibatda Xitoyni kuchlantiradi. Uyg'ur erkak tashkiloti boshlig'i Roshan Abbas xonim Fransiya prezidenti Makronning bu qatim Shi Jinping bilan ko'rishganda ta'kidlagan tinchlik, muqimlik va gullanish deganlarning mohiyatda irqiy qirg'inchilikni yo'shirish uchun qilayotgan ko'zbo'yamchilik ekanligini bildirib mundaq dedi. Birinchidan irqiy qirg'inchilik olib berayotgan bir davlatni tinchlik bilan suhbatlash faqatla bu bir haqsizlik bo'lib qolmasdan, balki yana bu insoniyatsizlik hisoblandi. Ikkinchi muqimlik, zo'ravonlik va kengayimchilik orqali vujudga chiqayotgan bir davlatda inson haqlaridan eg'iz echish, insoniyatchilikdan eg'iz echish mumkin emas. Bundaq bir davlatda hech qachon muqimlik bo'lmaydi. Uchinchi, Xitoydagi gullanish majburiy emgakning mahsuloti, ya'ni millionlagan Uyg'urlar ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Turkistonda bugungi kunda jazo lagerida qul emgigiga silinib qul bo'lib ishlatilyotdi va Xitoyning turli zavodlarida mecburi emgekning qurboniga aylanadi. Hamda Fransiya prezidenti Macronninki butun dunyo bilayotgan bundaq bir haqiqatni bilmasligi mumkin emas. Uning bularni bilib turib bundaq bir so'zlarni qilish bo'lsa, sababining nima bo'lishidan qat'iy nazar bu bir uchiga chiqqan ko'zbo'yamchilik.